umurtqa arteriyasi. Umurtqa arteriyasi juftlashmagan bazilar arteriyalar birlashgan hisoblanadi. Ulardan oldingi va orqa meningial arteriyalar. Oldingi orqa bosh miya arteriyasi, orqa pastki miyacha arteriyasi ajralib chiqadi. 4-qorincha varsinkasimon arteriya oxirgi tarmog'idan miyacha mindalina arteriyasi ajralib chiqadi. Lateral va medial tarmog'i uzunchoq miya yo'naltirilgan arteriya ajralib chiqadi. Oldingi orqa bosh miya arteriyalari, oldingi va pastki miyacha ko'prik arteriyasi, undan labirint arteriyasi chiqadi. O'rta miya arteriyasi, yuqori miyacha arteriyasi va miya orqa arteriyasi ajralib chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat.